Güzel hanım kızlar, bugün sizlerge so'zlab beradigan dersim yalpuz çayının oila tayyorlanishi. Bunun birinchi bosqichida men yalpuzimizni yuvib, tozalab, suyini saqitib quritib olamiz. Musholat keldi jonimlar. Andan keyin mana bu oshkukiga. Bu oshkuki shalsa yemasa, cho'chirlarga solamiz-ku. Shu oshkuki shu. Mana bu biza quritgan, Yo'l vaqtida ikkisi faqat qilib bo'lmaydi jonimlar, lekin men purqidan faqat alaysizlar. Tashqi qiyofati o'xshash purqi, mana bir xil ko'shantang, popotanglar bor, shu puraydi. Mana bu oshkuki jonimlar, ikki narsa. Qizlar, keyingi bosqichimizda ichini yuvib, pokizlab olgan chaynakimizga 1 kilo atrofida suvni quyib olamiz. Andan keyin bu suyimizni qaynatib olamiz qizlar. Qizlar, suyimiz qaynag'icha yalpuzimizni biza kesib ushoqda olamiz. Mana yalpuz bek cho'ng. Qizlar, yalpuzni mushtag'ara holatda ushoqda olsak bo'ladi-mi? Qizlar, suyimizni qaynab. Yalpuzimizni ikki bo'lib, yerimini mush qaynagan suvga sepib olamiz jonimlar. Qizlar, andan keyin mush qizil gulimizning yerimini mush chaynakka sepib olamiz. Qizlar, andan keyin men pinnayini, oshkukining hammasini mush betil sepib jonimlar. Qizlar, andan keyin chaynakimizning og'zini yepib, 15 minut atrofida so'z o'tda qaynatib olamiz. Boshdan oyoq, lekin baq qaynab ketmasin. Mana bu yalpuzlarning ta'mi yaxshi namoyon bo'lmaydi. Qizlar, chaynagimiz qaynag'icha mana yalpuzimizni mana suzuk chaynak silib tayyor qilib turamiz. Mush holatda. Andan keyin mani kaydirib, mana shamsuzliga yardimchi. Ma qizil gulimizni mushning ichiga selib olamiz jonimlar. Qizlar, chayimiz 15 minut atrofida qayndi. Andan keyin ma chaynakimizni quyib olamiz. Qizlar, andan keyin ma o'choqqa o't yoqib, ma chaynakimizni mush holatda quyib. Qizlar, yaxshi ko'rishimizga asosan asallarni tangshab quysak bo'ldi-mu? Asal qo'ymasak lavzub qoldi, amal bor asal qo'yib iste'mol qilishga diqqat qilinglar. Qizlar, yalpuz chayimiz tayyor bo'ldi. Rangi bek chiroyli, ta'mi shunchalik yaxshi chiqdi qizlar. Yaxshi ko'rishinglarga asosan asal yoki novat solsanglar bo'ldi-mu jonimlar. Bugungi darsimiz mishiya tamom, o'moqlar.